Beknazar aka, Turkiyaga birinchi marta borishim yoki Turkiyaga endi keldim umrimda qanday qilib yashash ruxsatnomasi olsam bo'ladi degan savollarga mana shu videoda javob beraman. Birinchisi turistik ikamat izni, ya'ni turistik yashash ruxsatnomasi. Bu yashash ruxsatnomasi 2022-yildan buyon berilmayapti ilk murojaatda. Olayotganlar bordir. 1%, 2% murojaat qilganlardan. Ular ham shu ko'p pullarni ko'rsatib, o'sha 6 oy davomida, 3 oy davomida yoki 1 yil davomida qayerlarda sayohat qiladi, qaysi otellarda bron qiladi, qancha puli bor shunday olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin 99% holatda rad kelyapti. Iloji bo'lsa, bu yashash ruxsatnomasiga hozir murojaat qilmasdan turasizlar. Ikkinchisi, ishonchlisi, ko'chmas mulk asosida yashash ruxsatnomasi olish. Turkiyada xorijliklarni ro'yxatga olish uchun ochiq bo'lgan mahalladan 200 ming dollardan ziyodga ko'chmas mulk sotib olsangiz, ko'chmas mulk asosida yashash ruxsatnomasi olasiz. Eng qizig'i 5 yil shu yashash ruxsatnomasi bilan yashasangiz, 6-yil vatandoshlikka murojaat qilish haqqingiz ham bo'ladi. Bu sizlarga bonus. Uchinchisi, ishlash ruxsatnomasi. Buning uchun siz ish beruvchi topishingiz kerak, ish beruvchini kafil qilishingiz kerak. Odatda uy ishlari yoki qishloq xo'jalik ishlariga kafil bo'lsa, 6 oylik yashash ruxsatnomasi beradi. Undan keyin ishlash ruxsatnomasiga o'tasizlar. Ishlash ruxsatnomasi yashash ruxsatnomasi o'rniga ham o'tadi. Muhimi ish beruvchi topish. To'rtinchisi, oilaviy yashash ruxsatnomasi, oila ikamat izni. Buning uchun Turkiya fuqarosi bilan oila qurgan bo'lishingiz kerak yoki Turkiyada turmush o'rtog'ingiz qonuniy yashayotgan bo'lishi kerak. Misol uchun talaba bo'lishi mumkin yoki ishlayotgan bo'lishi mumkin. Shunday holatda turmush o'rtog'i ham yangi borgan bo'lsa, oilaviy yashash ruxsatnomasiga murojaat qilish mumkin. O'zingiz, 18 yoshga to'lmagan farzandingiz, 65 yoshdan oshgan ota-onangizga oila ikamat izni olishingiz mumkin. Beshinchisi, talaba yashash ruxsatnomasi. Turkiyada o'qishga kirsangiz yoki til kurslariga rasmiy ravishda o'qishga kirsangiz, bunday holatda sizga talaba yashash ruxsatnomasi beradi. Bu yashash ruxsatnomasini olish uchun qabullar ochilishini kutish kerak bo'ladi. Yuqorida men sanab o'tgan 5 ta turdagi yashash ruxsatnomasini olish uchun ko'p vaqt, pul kerak bo'ladi. Siz agar raxisga turk bo'lsangiz, Qrim-tatar bo'lsangiz yoki Uyg'ur bo'lsangiz yoki sizda insoniylik ikamat izni olish mumkin bo'lgan holat bo'lsa, unda Turkiya eshiklari siz uchun Samarqand darvozasidek lang ochiq bo'ladi. Keyingi videoda mana shu yashash ruxsatnomalari haqida video qilaman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying.